Aql yoshda emas, boshda degan gapni eshitganmisizlar. Shu narsaga hayotim davomida juda ham ko'p amin bo'lib kelaman. Chunki yosh bo'lsa ham o'z fikriga ega bo'lgan, dunyoqarashi keng insonlar juda ham ko'p va ularga juda ham havas qilaman va shunaqa dunyoqarash bilan dunyoga qarashga harakat qilaman va o'z ustimda ishlashga harakat qilaman. Ular men uchun живой motivatsiya desam ham adashmagan bo'laman, chunki unaqa insonlar bilan gaplashsangiz, gaplashgingiz kelaveradi. So'zingiz yana ham bir-biriga chiqishib ketaveradi. Agar o'sha sizga dunyoqarashi tor va juda ham dunyodan negativ qidiradigan insonlar bilan gaplashsangiz, qanaqadir aura bir-biriga to'g'ri kelmay itarilaverasiz. Bir kuningiz prosta ketadi va negativga boy bo'ladi. Hech qanaqa ishga qo'lingiz bormaydi, ishlagingiz kelmaydi. Agar siz shu situatsiyadan o'zingizni olib chiqib keta olsangiz, o'zingizni yuksaltirgan eng yaxshi inson bo'lasiz. Va shuni aytib o'tib ketmoqchiman. Ahmoq ham katta bo'ladi. Siz o'sha katta bo'lgan ahmoq bittasi bo'lib qolmasligingiz uchun ham harakat qiling va shaxsiy rivojlanishni tanlang. Men 2 yildan beri Faberlic kompaniyasida o'z biznesimni rivojlantirib kelmoqdaman va shaxsiy rivojlanishim uchun aynan mana shu kompaniyani tanladim. Hozirda starshi direktorman va komandam xil o'ziga ishongan, shaxsiy rivojlanish yo'lini tanlagan uy bekalari, qo'shimcha daromad xohlovchi ayollar bor. Siz biz bilan o'z biznesingizni boshlashingiz mumkin. Yangi hamkorlarimiz uchun Portfolino seriyasini limon hidli atirini podarkaga kompaniyamiz beradi. Hammangizni kutib qolaman. A'zo bo'lish uchun Direct Clinic ga yozing.